Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi so'zlaydigan mazmunimiz allergiyaga sabab bo'ladigan yemek turlari. Allergiya deganimiz nima? Allergiya deganimiz badanning immunitet sistemasining xatarlik bo'lmagan moddalarga nisbatan haddidan ziyoda inkas qaytirishi bo'lib, uning turlari har xil bo'ladi. Bugun biz yemeklik allergiyasi to'g'risida qisqacha to'xtalmoqchi. Yemeklik allergiyasi bo'lsa, yegan va ichgan yemekliklarga nisbatan badanning immunitet sistemasining badanni qo'g'dash uchun ishlab chiqargan moddasining shu xil yemek turiga qayta uchirganda badanda immun reaksiyasini keltirib chiqarishini ko'rsatadi. Navoda odam badani biror yemeklikka allergiya bo'lsa, u bu xil yemeklikdan nihoyat oz iste'mol qilib qolsa-mu, qo'saq og'rish, terisi qichishib qapirib chiqish, nafas olish qiyin bo'lish qatorliq alomatlar ko'rildi. Ig'ir bo'lganda bo'lsa, hayotiga xavf olib keladi. Ya'ni aylanib shok holatda bo'lib qoladi. Bu chaqda jiddiy qutqizishga ehtiyoj bo'ladi. Navoda ulgurmasa, albatta hayotiga xavf keladi degan gap shu. Odatda ko'proq yemeklik allergiyasiga sabab bo'ladigan yemeklik turining birisi bo'lsa sut. Sutning tarkibidagi kaysin oksidi bilan vay oksidi badanning immunitet sistemasining ziyoda inkas qaytirishini keltirib chiqaradigan omillardan bo'lib, ba'zi kishilarga bu ikki xil oksidning biri ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pishloq tarkibida kaysin oksidini asos tarkib qilgan bo'lib, navoda bir kishiga faqat vay oksidi ta'sir qiladigan bo'lsa, u chog'da sut ichsa allergiyaning alomatlari ko'rilib, lekin pishloq yesa hech qanday alomat ko'rilmasligi mumkin. Sutga bo'lgan allergiyaning asosiy alomatlari bo'lsa, birinchisi teridagi o'zgarish. Sutni ichib uzoq o'tmay necha soatning ichida teri qichishidi va qapirib ishib chiqadi. Yerlik tilda yel teshib ketdi deb qo'yamiz. Navoda sutning oksidiga allergiya bo'lmay, lekin ziyoda sezgir bo'lsa, bu chaqda kishilar sutni ichgandan keyin necha kundan keyin yoki bo'lmasa 72 soatdan keyin, ya'ni 3 kun atrofidan keyin asti xarakterlik teri yallig'iga o'xshash alomatlar ko'rildi. Ikkinchi xil alomatlar bo'lsa, hazm qilish sistemasidagi alomatlar bo'lib, sut ichgandan keyin qo'saq og'rish, ishti surish, ishti tutilish, ba'zanlar yondirish, qavziyat, kichik bolalar bo'lsa ig'irligi oshmaslik. Ig'ir bo'lganlar bo'lsa, cho'ng tarafdan qon keladigan ahvollar bo'ldi. Uchinchi alomati bo'lsa, nafas yo'li sistemasidagi alomatlar. Burun etilish, yutilish, o'pka ziqqi kesili bo'lish, nafas olish qiyin bo'lish qatorliqlar. Endi yuqorqi alomatlarning hammasi bir odamda hammasi ko'rilmaydi, yoki bo'lmasa hamma odamga sutning oksidi ta'sir qildi deyolmaymiz. Navoda sutni kunda ichishni yaxshi ko'rgan birining yuqorqidek alomatlardan bir necha turi bo'lsa, u chog'da sutdan bir mezgil farz tutib ko'rsa bo'ldi. Navoda farz tutgandan keyin u alomatlar yo'qolib ketsa, undan keyin o'zi sutdan bir istakan ichib ko'rib baqsa bo'ldi. Ichgandan keyin yana yuqorqiga o'xshash bearomlik, masalan, terining alomatlari bo'lamdi, nafas yo'lining alomatlari bo'lamdi. Mushu alomatlar qayta ko'rilsa, sut ichgandan keyin u chog'da menga sut ta'sir qilibdi deb o'ylasa bo'ldi. Odatda bizmi bu usulda diagnoz qo'yishga ishlatamiz. Hammasidan qon ilib tekshirib ketmaymiz. Bo'libmi kichik bolalarga sutdan farz tutqizib, keyin sutni ichib sinitish orqali diagnoz qo'yamiz. Endi sut bo'lsa, bizning turmushimizda odatda ko'p ishlatiladi. Shunga farz tut degan chog'da faqat sutni ichmadimlam deb qo'ymay, boshqa narsalarga qarash kerak. Masalan, sutdan yasalgan, sut qitilgan tarkibi degandek, masalan, pishloq, morojna, sutlik pryanik, sut yasalgan tort qatorliqlarni farz tutish kerak. Endi kichikroq bolalarda ko'riladigan shu sut ichgandan keyingi ko'riladigan alomatlar bo'lsa, qavziyat va kechasi ko'p yig'lash. Bo'libmi bular kecha yig'lagan chog'da qo'sig'i og'rib, rahatsiz bo'lib, chirqirab yig'laydi. Bundaq bolalarga shu biz odatda qon ilib tekshirish apsiz bo'lgandan keyin bular shu
süt içmesin, sütlük narsalardan pərz tutsun deb shundaq deymiz. Endi o pərz tutqandan keyin albatta yaxshilanish yuz bersa, albatta davomli pərz tutish kerak. Endi emiyotgan kichik bobaqlarda faqat ana sutidan boshqa narsa qo'shimcha tomoq yemagan bo'lsa, o chog'da bundaq kichik bolalardagi ich qitish va qo'sig'i og'rib yig'lash qatorliqlarga onasiga buyuruymiz. Onasi süt va sütdan yasalgan yemeklardan pərz tutib ko'rib baqish kerak. O chog'da bola rostila shu sutning oqsili ona sütü orqali bolaga berib ta'sir qilgan bo'lsa, o chog'da onasi pərz tutsa, bolasi albatta yaxshilanish bo'ldi. Qo'saq og'rishlari, ichi qetib qolganlari yaxshilanish taraf qarab mangdi. Endi yana süt ichadiganlarning bu süt oqsilidan boshqa sütning tarkibida shakar bor. Ba'zi insonlarning shu inchi kuchidagi sütning tarkibidagi shakarni parchalaydigan laktoz enzimi tövallab ketish yoki bo'lmasa ozlab ketish sababidan süt ichsa ziyon qiladigan insonlar bor. Bu endi bu sütning oqsili reaksiya qilib allergiya bo'lganga o'xshamaydi. Bundaq sütning tarkibidagi shakarni parchalanmagan insonlarning sütni ichalaydi, reaksiya qilmaydi, lekin shakarni parchalanmagandan keyin cho'ng ichagiga kelgan chog'da rahatsiz bo'lib, qo'sig'i og'rish, ish surish qatorliq alomatlar ko'rildi. Shunga bundaq insonlar faqat shu sütning tarkibidagi shakarni ayirib etgan sütlarni ichalaydi. O chog'da u oqsili ularga ziyon qilmaydi degan gap. Bu ikkisi farqli hamda allergiya demaymiz buni. Allergiyaga sabab bo'ladigan ikkinchi xil yemek turi bo'lsa, rak, qulula va qusqushbaqa o'xshash dengiz mahsulotlari. Endi bularning bu tarkibdagilarning shu oqsili allergiyaga sabab bo'ldi. Buning odatda nafas yo'li sistemasidagi alomatlar og'irroq bo'ldi. Buning bir misol o'tsam, Urumchida 2 kun doktorxonada praktik qilayotgan chog'imda shu bo'limdagi sestra o'ziga rakning reaksiya qilganini bildi ekan, lekin bilib turib bak yegisi kelib ketib, ozroq yeb qolgan bahonasi bilan nafas yo'lisi itilib ketib, shu qutqizishga ulgurmay o'lib ketgan. Shunga navoda shu dengiz mahsulotlarining reaksiya qilganini bilsanglar, amallar yemagan yaxshi. Üçüncü yemek turi bo'lsa, yer yang'i, ya'ni yer yang'i oilasiga tava bo'lgan, purchaq oilasiga tava bo'lgan, mushning o'xshash yemeklar turidigilar. Buning bular tarkibidagi oqsil allergiyani keltirib chiqardi. Buning alomatlari bo'lsa, teri qichishish, qalpoq va til ishib, nafas yo'li siqilish degandek alomatlar bo'ldi. Og'ir bo'lganlarning bo'lsa, shu nafas yo'li itilib qilib, o'lib ketish ahvoli ko'rildi. Endi yenikroq reaksiya ko'rildiganlarda bo'lsa, shu teri qichishish asosliq alomat bo'lib ko'rildi ekan. Masalan, buning bir misol olsam, necha yil oldida bir 40 yoshlik atrofidagi bir ayol uyqusining yaxshi bo'lmayotganligini, kechasi uyg'onib ketib uxlayolmaydiganligini, kechasi yaxshi uxlayolmag'achqa xizmatiga ta'sir yetayotganligini shikoyat qilib, bir uyqu dorisiga ehtiyoji borligini aytdi. Shuning bilan odatda biz uyqum yaxshi emas desa, bu uyqu dorisi berib qo'ymaymiz. Nima uchun? Uyqusining yaxshi emasligini bilish uchun bu kasallik tarixini so'rab paranglashgan gapimdi. Shuning bilan bu jarayonda bu ayolning osti xarakterlik teri qichish kasali bor ekanligini bildim. Hamda shu teri kasalliklari doktorlar va davomli aloqasi bor ekan, dori maylari bor ekan, ishlatadigan, lekin unumi bek yaxshi bo'lmaydi ekan. Shu bu teri qichishgandan keyin kechida bek qichidi ekan. Bu qichishganda shu chashning ostim bek qichidi ekan, shu tatlab uyg'onib ketdi ekanda kechada. Uyg'onib bu tatliq qichishib keyin uxlayolmay rahatsiz bo'ldi ekan. Bu uyqu dorisi bo'lgan bo'lsa, bu qattiqroq uxlasam, uyg'onmasam deb o'ylab kepti ekan. Shuning bilan endi bu teri qichishga odamning dorisi, maylari turibmi foyda qilmagandan keyin albatta buning boshqa sabab bormi deb, shuning bilan bu ayolning yemekligiga qaradik. 2 haftalik yemeklik tarixiga qarasak, nihoyat sog'lom oziqlanishga diqqat qiladigan,
chiniqadigan degandek bek yaxshi ekan hamma nimasi. Lekin bir yeri bor ekan, shu meg'izliq yemaklikni, masalan, meg'izlarni kunda necha qitim yeydi ekan endi bu ayol. Chunki bu meg'izlarni bek badanga foydasi bor deb o'ylab, shuning bilan jiqroq yesam foydasi jiqroq bo'larmiki deb shu uzun yil bo'lgan ekan, shu yong'oq bo'lamdi, yer yong'oq bo'lamdi, shu po'choq oilasi shu meg'iz turdiki. Mushlarni kunda necha qitim yeydi ekanda. Shuning bilan bu ayol bilan maslahatlashdik. Balkim mushu seni qichishtirayotgan bo'lishi mumkin. Sen mushuningdan parz tut deb o chog'da 3-chi aytdi. Mushuni parz tutib ko'rib baq, navoda mush qichishgan yaxshi bo'lsa, balkim yaxshi uxlaysan deb shuni deyishdik. Shuning bilan ish gapni oldida telefon oldim. Chunki men hozir korona bo'lgandan keyin biz kasallar bilan davomli uchrashib ketmaymiz. Faqat video yoki bo'lmasa shu telefon orqali aloqalash jiq hozir. Shuningga telefon urib so'rsam, u ayol shunda bir xo'sh bo'lib ketibdi. Shu meg'iz yeyishni to'xtatgandan keyin mush asta-asta qichishganmi to'xtabdi. Shuning bilan u teri doktorining bergan dorilarini ishlatishga ehtiyoj qolmabdi. Undan keyin yaxshi uxlabdi. Yaxshi uxlagandan keyin albatta xizmatimi yaxshi, ro'y kayfiyatimi yaxshi mushtaq bo'pti. Şu hamda bu bemorning uyqusizlik shikoyatlari kelgan. Yemek odatidagi bir odatni o'zgartirish orqali buni ham uyqusini yaxshilagan bo'ldik, ham asti xarakterlik bo'lgan teri qichishish kasalligiga davosiga ishba qilgan bo'ldik. Shunga bugungi bu mazmunni tanlab so'zladim, chunki navoda birasimizda shu asti xarakterlik terida masala bo'lsa, yoki bo'lsa oshqozon uchay masalasi bo'lgan bo'lsa, davomli qo'saq og'riydigan, ichi qetib oladigan yoki bo'lmasa ichi suradigan degandek. Andan keyin shu nafas yo'lidagi bearamchilik, davomli burunlar etilib qoldigan yoki bo'lmasa nafas siqildigan ahvollar bo'lsa, u chog'da shu yemak odatlarimizga diqqat qilib qarab baqsaq, navoda yuqorqi so'zlangan sut bo'lamdi yoki bo'lmasa shu meg'iz turdikilar bo'lamdi yoki bo'lmasa shu dengiz mahsulotlari bo'lamdi. Shularni ko'p iste'mol qiladigan ahvollar bo'lsa, albatta bir mazgil bulardan parz tutib ko'rsak, navoda shifosi bo'lsa, u chog'da albatta davomli shu parz qilish kerak. U chog'da navoda parz qilsak, unda alomatlar yo'qolib ketsa, albatta bu sabablar to'g'riliq doktorxonalarga berib kasal ko'rsatishning odati yo'q. Shu nima ziyon qilgan bo'lsa, shuni chiqarib bo'ldi. Shuningga foydalanib qolishinglarni umid qilaman. Inshaalloh yangi mazmunlar bilan yana ko'rishguncha Allohga omonat. Xayr xo'sh.